Assalomu alaykum. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boruvchilar, sizlarga mana bugun omochlarni qisqacha tushuntirib o'taman. Chexiya davlatida ishlab chiqarilgan Sukov Downhill Max degan plugimiz. Ushbu plug Chexiya davlatida ishlab chiqarilgan. Materiallari chexskiy Hardox materialdan ishlab chiqarilgan. Zapchastlaridan xudo xolasa muammo yo'q. Mana yili 2025-yil. Lemih, Dalota, Atval, Paloydosga hamma zapchaslaridan xudo xolasa o'zimizda bor. Ushbu texnikani xarid qilish uchun lizing asosida, naqd pul asosida xarid qilsalaring bo'ladi. Bundan tashqari 5 korpusli Sukov Max Green degan plugimiz. Bu plugimiz 5 korpusli bo'ladi. Buni ham materiali Hardox. Juda ham sifatli materialdan ishlangan. Xudo xolasa garantiyasi, servis xizmatlari bor o'zimizda. Bemalol qo'rqmasdan xarid qilsalaring bo'ladi. Bu yoqda mana mini traktorlarga Sukov Guard 25 degan mini pluglarimiz ham bor. 3 korpusli aylanma plug. Mana qiziq bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bu yoqda bo'lsa sal hamyonbop eski roto. Bu ham Chexiyada ishlab chiqarilgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Bularni ishlashi, xudo xolasa, materiali, zapchaslariga garantiya beramiz. Qo'rqmasdan xarid qilsalaring bo'ladi. Bu yoqda ham mana Max Green pluglarimiz 5 korpusli. 3 korpuslidan 6 korpusligacha bor pluglarimiz. Qo'rqmasdan xarid qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Bu yoqda bo'lsa mana bu ham Sukovniki 6 korpusli plugimiz. Ushbu pluglarni xarid qilish uchun bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ma'lumot uchun 93lik 961 3005 99lik 916 3005 telefoniga telefon qilaverasizlar. Hop, lizing, naqd pul o'tkazish yo'li bilan xarid qilsalaring bo'ladi. Lizing shartlarini qisqacha tushuntirib o'taman. Fermer xo'jaligiga yoki jismoniy shaxsga ham xarid qilsalaring bo'ladi. Ikkita pasport evaziga boshlang'ich 30% bilan 3 yil muddatga xarid qilsalaring bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar.